Qo'llarimni ko'ziga qanaqa deb. Va ishoning, mana shuncha odamni oldida aytaman, agar menga shu darajani bersa, hozir jon berishga tayyorman aka, ichkarida. Ha? Hozir jon berishga mana shu yerda hamma tayyor. Aka, odamlar 70 yil yashayapti, 100 yil ham yashayapti, bo'ptimi? Lekin mana shu darajani orzu qiladi. Ha? Shunaqa sahobalar bo'lgan. Men shahid bo'lamanmikin deb umri jangda o'tganda, lekin shahidlik nasib qilmagan. Shunaqa sahobalar bo'lganda. Endi qarang. Bu ayol farzand tug'ayotgan paytda vafot etyapti. Ha, aka? Bu sizga xushxabar bu. Ayolingiz inshaalloh ikkita yaxshi, zabardast farzandlarni tug'ib beribdi. Buni endi chiroyli qilib tarbiya qilasiz. Ayolingizga va'da berdingiz, men eshitdim. Shu qulog'im bilan eshitdim men, ha? Inshaalloh ikkalasini ham qori qilaman dedingiz, to'g'rimi? Ha? Inshaalloh aka, men ham haqqiga duo qilaman. Siz yig'lamang. Uydagilarga ham xuddi shu, mana qarang. Uydagilar bor-ku? Yo'q, gaplashmang. Uydagilar bor-ku, aka, uydagilar. Hozir yig'laydi, boshqa qiladi ayol kishida, ha? Siz erkak kishisiz, o'zingizni tutib, ha? Ularga o'lib qoldi, unaqa gap aytmang, ha? Xushxabar deng. Hayron qolishsin, tushundingizmi? Nima xushxabar desa, ha? Xotinim shunaqa bo'ldi. Men xursandman, bo'ptimi? Xafaman demang, yig'lamang jon aka. Ha? Hammaga nasib qilsin, mana shunaqangi ayol hammamizga nasib qilsin, bo'ptimi? Shunaqa erkaklar orzu qiladigan darajada Allohga omonatini topshirdi hozir. Mindan ming rozi bo'lib, bolalaringizni endi shu onasiga mehr muhabbatli qilib, shu onasi orzu qilgan bolalar qilib tarbiyalab, hozir mana shu xabarni uydagilarga aytsangiz ham, uydagilar xush xabardek qabul qilishsin, bo'ptimi? Kimdir 70 yil yashaydi, uni yon qo'shnisi ham bilmaydi uni yashaganini, bo'ptimi? Mana hozir Allohga nimasidir bir amali yoqqan ekan, Alloh shunday holatda jonini oldi. Tushunyapsiz? Aka, faqat xursand bo'ling. Men sizga aytayapman, xursand bo'ling, ha? O'ylamang, hech nimani o'ylamang. Keling. Aka, Alloh sabr bersin. Aha. Ko'pchilik duo qilyapti. Hozir mana Instagramga ham qo'ydik. Hamma butun dunyodan duo qilishyapti. Hozir mana shu xabarda agar aytadigan bo'lsak, ishoning, qarang. Mana shu xabarda aytadigan bo'lsak, o'zingiz bir kommentlar o'qib qo'yasiz. O'sha odamlar bizdan ham ko'ra aqlli odamlar o'sha yerda yozib qo'yadi-da. Bu shahidlik. Rozi bo'lsin Alloh. Alloh rozi bo'lsin. Ayolingizdan, farzandlaringizni endi chiroyli tarbiyalang, ha? Uydagilarga jicha o'zingiz bosing, suv iching, jicha o'zingiz keling. Undan keyin sekin uydagilarga aytganda o'sha og'ziga jicha mana yurakni uspakatsiya qiladigan doridan berib turib, ha? Sekin chiroyli qilib ayting. Aytayotganda ham xursand bo'lib ayting. Mana ayolim shunaqa bo'lib jon berdi deng, bo'ptimi? Anaqa bo'ldi demangda, orzu qiladigan daraja bu, Allohga yetishib qolgan daraja bu. Tushundingizmi? Alhamdulillah. O katta umri Qur'on o'qitish bilan o'tgan insonlar ham mana shu darajani orzu qiladi aka. Bo'ptimi? Siz ayolingizga mana shu narsani berdi. Millionlarga ayollarga bermaydi bunaqa darajani, bo'ptimi? Bu haligi odam pulga ham sotib ololmaydi aka buni. Ha? Yo, sotib iloji bormi aka? 10 yil Koreyada ishlayapsizlar yoki 15 yil, 20 yil orzu qilasiz-da, ha? Masalan, joningizni o'zi rozi bo'ladigan ishda olib qo'ysa, bu dahshat. Hamma orzu qiladigan, hamma musulmon orzu qiladigan darajada jon berdi. Men hozir turib bu kishi ayolini boshida rozi-rizochilik so'radi-da. Men turib u odamning o'rnida havas qildim, to'g'risi. Ha aka? Inshaalloh jannatda ko'rishasizlar. Ha? Jannatda ko'rishasizlar. Muhimi siz hali nikohda bergan va'daga oxirigacha turib berdingiz, ha? Nikohda aytdingizmi? Ha? Oxirigacha deyapsizmi? Xo'p, tamom aka. Siz o'zingizni ishingizni qildingiz aka. Alloh sabr bersin. Faqat xursand bo'ling, bo'ptimi? Keyinchalik bolalaringizga ham sani onang shunaqa ayol bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Mana shu shuncha odam nima kelib turibdi mana? Ha? Shuncha odam qayerdan kelib turibdi bular? Mana to'y odamni qarang. Buni karisiga nima masalan kelib, ha?
qancha odam duo qilyapti. Haliga aytganim, bitta o'lgan odamni yon qo'shnisi ham o'lganligini eshitmay qoladi. Hozir butun dunyo eshitdi o'lganligini. Butun dunyodan duo kelyapti, aka. Bu juda katta daraja. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ha, masalan, shaxsiy niyatlarga orzu. yetkiz. Ha, sog' bo'ling aka. Aka, bitta bu vaziyatda inson bor-ku, haligi yuragini jicha ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi-da. Hozir kelib, hammalaringiz bunday qilib quchoqlab, mana mahkam bag'riga bosib, do'stim, yoningdaman, xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb bitta hamdardlik bildirib qo'yasizlar, kelinglar. Hammaniki alohida-da, kelinglar. Nima? Alloh rozi bo'lsin. Hammalarimiz aka bu daraja. Alloh rozi bo'lsin. İnşallah kellerini kes. İnşallah. Hoca. Bolalarga bosh bo'ling. Uydagilarga ham biroz tushuntirgan. O'zlari ham yig'lashyapti, shanasi. Oldida 20 ta doktor yig'layapti. Yig'lab o'tirishibdi. O'zlari shok bo'lib qolgan. 20 ta. O nari bemorlar qolib ketgan. Gapirdi. Ha, bo'ldi. Hozir kiramiz, o'rab qo'yib qo'ymoqda. 8 ta jon uzildi. Allah razı Lekin haqiqatda o'sha aytganda, aka, doktor to'g'ri aytgan ekan. Haqiqatdan ham bor joyda, har joydan qon chiqqan. Masalan, bitta o'sha tug'adigan tomondan emas, ko'z, quloq, hamma yo'q, birdaniga tashlab olgan ekan. Hozir kirib bu kishi o'zini ayoliga rahmi kelyapti. Ha? Unga qarab havasim kelyapti. Turib olganman. Bu katta darajada. Allah'a kerak ekan. Shu ma'noda boshlig'imiz. Men keldim. harakat qilasiz. Hop, xudo xohlasa. Ikkinchi ham xudo xohlasa.